Sohibqiron Amir Temur faoliyatiga oid ko'plab tarixiy manbalardagi turli janglar, voqea hodisalar bayonida Amir Temurning saralangan xos jangchilari yoki bugungi harbiy atama bilan nomlaganda Milliy gvardiyasi haqida ko'pgina qaydlar uchraydi. Amir Temur o'z tuzuklarida xos yigitlarning tengsiz jasoratlari haqida ko'p to'xtalib, ular haqida mehrli so'zlar aytgan. 313 asl zotli, shijoatli er yigitlarni atrofimga birlashtirdim. Birlik ittifoqda shunday ediki, barilari go'yo bir tandek edilar. Barchalarining maqsadlari, ra'ylari, so'zlari va ishlari bitta edi. Bir ishni qilaylik deb qaror qilsalar, tugatmagunlaricha undan qo'l uzmas edilar. Batalyon, yap tomondan olishga. Ku! Bu! Kelajakda harbiy bo'lishni orzu qiladigan botir farzandlarimiz milliy ruh, muqaddas vatan taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini qayerdan oladi? Vatanimiz boy tarixidan, Amir Temur kabi buyuk ajdodlarimiz jasoratidan oladi. Milliy armiya va harbiylarimiz xalqimizga qancha yaqin, bir tan va bir jon bo'lsa, shuncha qudratli bo'ladi. El yurt posboni va qalqoni bo'lish bu dunyoda eng ulug' va muqaddas ishdir. Bunday sharaf hammaga ham nasib etmaydi yangi O'zbekistonda. Bunday sharafda mana shunday buyuk xalqimizga xizmat qilib, posbon va qalqon bo'lish sizlarning yelkalaringda. Qabul kirishilsin. Vatanni sevgan, vatanparvar bo'lgan, buyuk bobolarimizga munosib bo'lgan hech qachon orqaga qayilmaydi. Men sizlarga ishonaman. O'zbekiston Respublikasi xalqi va prezidentiga sadoqat bilan